İkinci bölüm, ikinci kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. Qattiq qiyin qistaqliq necha kunni o'tkazgandan keyin putumda mangu qilib qolgandek mustahkam sivarka qilib etgan ig'ir zanjir kishan bilan soqchixonaga keldim. Men bu soqchixonada tit bilan vaqt o'tkazayotgandim. Chunki mening eng jiddiy deb qaraydigan ishim biror telefon tepish edi. Yerim kechida soqchixonaga bir tutqun akirildi. Uning yanida telefon bor ekan. Men uning telefonini so'rdim. O odam saharga yaqin telefonni berib turdi. Nihoyat tasdiqda ayolimga telefon qildim. Men uningga meni soqchilar yana tutib oldi. Haqqingizni ado qila olmadim. Meni kechiring. O'z vaqtida biz daryo bo'yida Alloh uchun to'y qilishga birlikka kelgan edik. Mana hozir Alloh uchun ayriladigan vaqt yetib keldi. Hozirdan boshlab siz erkin. Men sizni taloq qildim. Erga tegsangiz bo'ladi dedim. O ayol, "Yo'q, undaq demang. Men sizni mangu saqlayman. Men hech narsa anglamadim. Sözümni bermang, undaq qilmang" deb zarlinib yig'lab ketdi. Men uningga "Mening sizga degudek boshqa gapim yo'q. Mujohidlardan hargiz ayrilmang. Men sizlarga duo qilaman" dedim. Ondan yana bir ayolimga telefon qildim. Ammo uning telefoni ilinmadi. Lekin keyinroq telefon orqali uningga so'zini berdim. Chunki men hozir muddatsiz turma jazosi beriladigan jinoyatchining muomalasi qilingan tutqun edim. Endi mening yana bir g'imim qolgan edi. U bo'lsa-mo odamlarni kepillikka elib chiqish uchun elib kelgan pulni egasiga tekkizish. Men tutilganda bu pullar mening yonimda bo'lib, pulni soqchilar elib olgan edi. Bu pul mening shaxsiy pulim bilan qo'shilib 20 ming dollar atrofida edi. Shuni bir amal qilib bu pulni soqchidan olsam bo'ladi. Ondan men sotqa borganda, sotxonning oldida meni saqlab turmoqchi bo'lgan heliqi Uyg'ur odamga bu pullarni berib versam, sirtik qilayotgan ishlarim pokiz oxirlashadi. Men telefonda sirtik odam bilan aloqa qildim. U kishi mening tutilib qolganimni bilib bo'pti ekan. Men u odamga meni sotning oldida saqlab turgan, menda boshqalarning puli bor. Sana sotning oldida mashinadan tashlab beray, egasiga qaytarib bergan dedim. U meni sotga borgan vaqtimda sotning oldida saqlab turadigan bo'ldi. Әтіс әтігенде мен білән 2 kishini sotqa apirish uchun zanjir bilan bog'lab sotqa ilib mangdi. Men saqchilarga mening pulim va telefonim qani, qaytarib bermasang mashinaga chiqmayman deb turib oldim. Saqchi kafir beshida undaq narsa yo'q deydi. Keyin sen sotdan bu yerga kelsan, shu vaqtni beramiz deydi. Men qat'iy unamay turib oldim. Men saqchilar bilan tartishib, keyin boshliq kafir keldi. Bu kafir 100 dollar bergan, ondan hamma narsani beraylik deydi. Ve bir qog'ozga imzo qo'y deydi. Bu qog'ozdagi xatni to'nimadim, lekin pulni berman degandan qog'ozga imzo qo'ydim. Ular pulni berdi, lekin esimni qilishcha menga bergan pul 15 ming dollar atrofida ekan. Men pul ozgan desam, mana qog'ozga yiziqlik mush pul deb qog'ozni ko'rsatdi. Men pulni elib amalsiz mashinaga chiqdim. Aslida soqchi kafir menga hili ishiltib ekan. Men narsalarimni elib sotga keldim. Bu men ilgir kelgan sot emas edi. Rost degandek sotning oldida hiliqa odam meni saqlab turibdi. Men mashinaning to'chida turib, Malayziyadan olgan bir tal jaynamoz, qo'shlab kiyib olgan kalti ichki kiyim, tizimni yo'gab turadigan tantarbiya ishtini, issiq chidaydigan osma maykamdan boshqa narsamni sotning oldida hiliqa odamga tashlab berdim. Allohga hamdlar bo'lsin. Amin. Hozir qildigan ishim tugagan edi. Tutilib qolganimga bekmi qayg'urib ketmadim. Xuddi erkin yurgan 30 kunim imtihon berib kelganimga o'xshash yoki uzun bir tushga o'xshaydi. Men sotxonada bir kun turdim. Kechda bizni turmaga ilib mangdi. Bu turmimi men ilgari kelib baxmagan turm ekan. Lekin bu musulmonlar rayon ekan. Bu yerdagi jinoyatchilarning 40% musulmonlar ekan. Balkim siz bu qissaning bu qurlarini o'qib o'tib,
Atoyitin jafo tortib bu davlatga kelib hech bir natija qozonolmabdi deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Men sirt qilib chal qilgan ishdan ozroq so'zlab beray. Meni Malayziyadagi vaqtimda bu tutqunlarga yordam berishga chaqirgan odam dal men Turkiyaga bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishga sizlarni Janobi Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزة تسمو